Aha. Bizda bunaqangi gaplar yo'q, qurolsiz. Man o'ldirma. Yo'q. Ichkarida kim bor ekan? Yerto'lada. Yerto'lalar menga yoqadi. Sekin hozir tushamiz va hech kim yo'q. Yaxshi. Bunda chiroqni o'chirsak ham bo'ladi. Chunki endi bu bizga va kommunal to'lovlarni o'zimiz to'lashimiz kerak bo'ladi. O'zi ertalab bo'lyapti do'stlar. Yaxshi. Demak, Leonni chaqirsak bo'ladi. Mashina ham bizga qoldi va bu yerda ertalab bo'lyapti. Yaxshi do'stlar, qani kelinglar endi uyimizni ko'ramiz. Bu yerda nimalar bor ekan? Qiziq. Yo-moyo do'stlar, buni qaranglar. Bu yerda biz uchun kravatlar bor ekan. Aniqrog'i mafiyachilarniki bo'lgan. Endi esa bizniki. Xo'sh, mana bu yerda nima bor ekan? Qani? Hech nima yo'q. Xo'sh, bu yerda ham hech nima yo'q. Tushunmadim, nima bular bo'sh uyda yashashganmi? Bo'sh uyda qanday yashash mumkin? Rostdan hech nima yo'q ekan. Mayli. Xo'p, qani pastga tushaylikchi. Xo'sh, do'stlar, Leo ham kelgandir men dam olayotganimda, chunki men umuman dam olganim yo'q. Menda patronlar bor. Yaxshi, buni bu yoqqa olamiz va o'zimizga kelinglar patronlarni joylashtirib olamiz. Chunki hujum qilib qolishlari mumkin. Balki bu butun mafiya emasdir, yana do'stlar ham bordir. Xo'sh, Leo, ishlar qalay? Qanday bo'lyapti? Yoqdimi senga bizning yangi uyimiz? Albatta, shunday katta joy yoqmaydimi? Xo'sh, bu yer ham yog'ochdan, lekin menimcha yerto'ladan ko'ra yaxshiroq va issiqqina oynalarni yopish mumkin ekan. Eng asosiysi oynalar. Umuman yopmaymiz. Yopmaymiz. Albatta, sizlar quyoshni sog'inib qolgansizlar. Yerto'lada, to'g'rimi? Shunday bo'lgan. Xo'sh, nima qilamiz? Bu yerda pullar bor ekanmi? Yerto'lani tekshirdingmi? Yo'q, asosiy pullar yo'q. Xudo, demak, bir ijiga o'tishga majburmiz, to'g'rimi? Asosiy shunday. Mayli eshit. Sizlar yo'lni u tomonda turasizlar. Inkassator keladigan joyga qarama-qarshi tarafda. Sizlar uni aniqrog'i biz uni to'xtatamiz. Sizlar esa pullarni olishingiz kerak bo'ladi. Aniqrog'i pullarni biz olamiz. Sizlar qo'riqchilarni va haydovchini o'ldirasizlar. Haydovchini istasang o'ldirma. Agar ortiqcha biror nima desa o'ldirishing mumkin. Tushunarli. Shunchaki tursak bo'ldimi? Bo'ldi. Mayli unda, demak, ishni hozirroq boshlaymizmi? Albatta. Yana kim biladi u qachon keladi? Imkoniyat keyin yana bir oydan keyin bo'ladi, shundaymi? O'zing bilasan-ku, necha marta aytay yana. Shuning uchun ham xato qilishga haqqimiz yo'q. Bu bizga bir oyga tushadi. Mayli unda, hozir birorta odamni olaman va xullas sen hozir men bilan ketasan. Tushundingmi? Xo'p. Va ishni boshlaymiz. Men mashinani qizdirib turaman. Mayli, men ham patron olaman. Xo'sh do'stlar, mana bizning yangi Gelant vagonimiz. Xo'sh, yaxshi. Do'stlar, buni qaranglar, yumshoqqina salon. Hozir biroz qizib olsin. Yaxshi do'stlar, mana bunday qizdiramiz. Ajoyib. Yo-moyo, buni qaranglar, yumshoqligini, rulni. Mazza. Xo'sh, endi mayli. Sekingina chiqamiz. Hozir do'stlar, sekin. Meni-chi? Bo'ldi, chiqib oling. Yaxshilab ushlab ol, ko'ryapsanmi qanchalik zo'rligini, aniqroq his qilyapsanmi? Yumshoqqina salon. Xuddi mayli, bunaqangi hazillar. Xo'sh, bo'pti, ketdik. Rejani senga tushuntirishdimi? Albatta, o'zingchi. Biz buni sen qamoqdaligingni reja qilib bo'lgandik. Tushunarli. Agar men qamoqdan chiqmasam nima qilardinglar, Qamoqdan chiqmasang, shuni qilardik, mafiyaga hujum qilmasdik. Tushunarli, demak, men siz hujum qila olmasdinglar. Bilmadim, bu Leon xohishi. Mayli, unda hozir ketdik. Rulni ushla. Okey. Mayli, hoppa. Va hozir shahar tashqarisiga. Xudo, havo biram sovuq, yana kuchga to'g'ri kelmaydi degandi. Menga ham. Mayli. Stop, telefon. Xo'sh. Alo, Leo, nima bo'lyapti? Biz mashinani to'xtatdik-da, chiqsanglar ham bo'ladi. Tushunarli. Mayli, yo'lga chiqamiz. Ular kelishyapti ekan. To'xtatdik dedi-ku. Endi biz uchun mayli. Hozir aqlli qilish vaqti emas, hozir otishishimiz kerak politsiyachilar bilan. Jin ursin sezib qoldi. Mayli, Jim, yordam ber. Sekin. Yerdan bor ekan, kelyapti menga. Qo'y. Jim, shu yerdamisan? Xullos. Yaxshi shu yerda ekan. Xo'sh, ketdik. Olg'a. Hozir bu yerda haydovchiga qarab tur. Xo'sh, mana bu yerda yana bittasi Jin ursin. Patron, hozir qayta o'qlab olaman. Jim, to'sib tur, ular kelib qolmasin yonimga. Xo'p. Xo'sh, bo'ldi, haydovchini nazoratga ol. Yaxshi.
mumkin do'stlar. Do'stlar o'z ikkinchisi Jennerson chirog'ida yaxshi ko'rinmayapti. Hozir Jennerson bo'ldi. O'ldirdim. Ajoyib. Bo'ldi. Jemiyada hech kim qolmadi. Baribir ham tekshirish kerak. Hoppa, mana haydovchi. Janob haydovchi, xo'sh, nimalar qilyapsiz? Menga yaqinlashsangiz, politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Yig'labsan, qanaqa politsiya? Ey xudoyim, men o'ldirishni istamayman, shunchaki bular politsiya deb boshimni qotirishadi-ku, bu menga yoqmaydi. Mayli. Xo'sh, nima gaplar u yerda hech kim yo'qmi? Yo'q, yaxshiyamki. Qani? Allo, Leo, biz hammasini hal qildik, xo'sh. Endi nima qilamiz? Endimi? Biz ham hozir yetib boramiz. Aha. O'sha yerda qoldirib. Bo'ldi, tushunarli, hammasini tushunib hozir. Piyoda? Albatta, hozircha mashinamiz yo'q. Okey. Mayli, sen hozir shu yerda qolasan, men esa ketdim. Davomat. Xo'p, senga ham rahmat. Yaxshi ishladik bugun. To'g'ri aytasan, Derb. Qaytganing bilan. Mayli, sizlarga ham omad. Qaytganing bilan nima deb javob berishni bilmay qoldim. Mayli, lekin sherigimni bir o'zini tashlab ketgim kelmayapti. Qorong'ida bu yerda politsiyachilar mashinalari, mayli. Bu yog'iga bu muammolari. Mayli, hozir patronlarni chiqarib tashlayman. Bo'ldi, hozir qayta uxlab olishimiz kerak, chunki o'rmondamiz. Bu shahar tashqarisi va kim biladi menga kim uchrashi yoki nima uchrashi mumkin do'stlar. O'rmonda yurganingizda bo'ri yoki ayiq chiqib qolsa yomon bo'ladi. Shuning uchun ham o'zingiz bilan har doim Glock olib yuring. Do'stlar, bilasizlarmi, qish sovuq, yoqimsiz sovuq shunchalik suyak-suyagingizni zirqiratadi, ammo bu yerda qandaydir o'zini atmosferasi bor qishni. Hamma yoq oppoq, hamma yoq tinch, odamlar kam ko'chada. Ayniqsa hamma yoq oppoq qor bo'lgani boshqacha bir atmosfera hosil qiladi, shunaqangi romantik atmosfera. Menga qish juda ham yoqadi. Do'stlar, sizlarga ham qish yoqsa, kommentariyda plyus qoldiringlar yoki o'zingiz yoqtirgan faslni yozib qoldiring. Menga yoz va qish yoqadi. Qishda juda ham sovuq, yozda juda ham issiq. Bu yerda nima bor? Bu shaharga kelib qolibmiz. Bu yerda qurol do'koni bor. Do'stlar, xo'sh, qani kelinglarchi. Bu yerda balki sotuvchi bo'lsa, o'zimizga biror yangi qurol ko'ramiz, chunki Glock bilan yurish bu yaxshi, lekin avtomat bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, ichkarida vintobkalar turibdi, menimcha. Sotuvchi ko'rmayapti. Jennerson yopiq ekan. Sotuvchi ketibdi. Nima ham qilardim? Boshqa safar olishimga to'g'ri keladi. Afsus do'stlar, lekin bilasizlarmi? Nima ham qilardim, taqdir emas ekan. Lekin kelasi safar olaman albatta, chiroqlar. Jennerson. Yillar o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, bu yer qop-qorong'i turadi, lekin o'chirib qo'ygan yaxshi emas. Mayli, hammaga xayr.